Farg'ona shahridagi Eko shaharga futbol ishqibozlari jamlangan. 4 mingdan ziyod ishqibozlar milliy jamoamizga bo'lgan muhabbati va sadoqatini namoyon etish maqsadida shu yerga to'plandilar. Barchalari bir ovozda faqat O'zbekiston deya hayqirdilar. Farg'onaliklar nafaqat shahar markazida, balki barcha tumanlar va mahalla fuqarolar yig'ini hududlarida ham bu muhim bahsni katta qiziqish bilan kuzatdilar. O'zbekiston Qatar o'rtasidagi uchrashuv viloyat bo'ylab tomoshabinlarni birlashtirdi. Uchrashuvning 27-daqiqasi 45-soniyasida esa barcha muxlislarni xursand etgan muhim voqea ro'y berdi. O'zbekiston terma jamoasi Qatarning darvozasiga birinchi golni kiritishga muvaffaq bo'ldi. Xudo xolasa O'zbekiston hozir Qatar terma jamoasiga yana 2 ta kamida gol uradi. Menimcha 3-0 kutyapman men. Ancha terma jamoamizda o'sish bor. O'yinlarda natija bor, o'ynash tempida o'sish bor. Bugungi O'zbekiston milliy terma jamoasining tarkibiga har tomonlama ishonsak bo'ladi. Bu yigitlar omadli yigitlar. Barcha O'zbekiston xalqini, davlatimiz rahbarining ishonchini oqlaydi. Faqat O'zbekistonga omad tilaymiz, kutamiz albatta Xudo xolasa. Kimga bolib qilyapsiz? O'zbekiston jamoasiga albatta. O'zbekistonliklar kutgan, orzu qilgan ikkinchi gol ham Qatar darvozasidan topdi. Bu gal butun stadion va viloyat bo'ylab namoyish qilinayotgan jonli efirlardagi ishqibozlarning yuragida yorug' tuyg'ularni uyg'otdi. Biz oilamiz bilan O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun mana shu joyga keldik. Fursatdan foydalanib barcha o'zbekistonliklarni tarixiy g'alabamiz bilan O'zbekistonimizni Jahon chempionatiga yo'llanma olganligini chin qalbimdan tabriklayman. Bu tarixiy hodisa edi. Barchaga g'alaba muborak bo'lsin. Qatar futbolchilari himoyasini mustahkamlashga uringan bo'lishsa-da, O'zbekiston jamoasining tezkor va aniq hujumiga to'sqinlik qila olishmadi. Hujum yuksak saviyada uyushtirildi va natijada 3-bor to'p Qatar darvozasida tugadi. Hisob 3-0 O'zbekiston hisobiga. Bunaqangi millionlar o'yini hech qachon bo'lgan emas. Hammamiz xursandmiz. Hammani tabriklayman men. Xursandman. Kutganmidilaring? Kutgandik. Men 2-0 kutgandim. 3-0 oldu, yaxshi bo'ldi. Mana futbolchilarimiz chiroyli gollardan keyin prezidentimiz xursandchiligini ko'rib, yana ham kayfiyatimiz ko'tarildi. Endi mag'lublarni maqtanamizmi? Hammasiga maqtanamiz. Qatarda biz alamimiz bor edi. Shundan chiqdik. To'g'ri bo'ldi, O'zbekiston Jahon chempionatidan faqat yuqori ko'rsatkichlar bilan g'alaba qozonaylik. G'alaba zo'r. Gollar zo'r. Nechta gol bo'ldi hozir? Hammasini kuzatib o'tiribsizmi? O'zbekistoncha vashi zo'r faqir bo'lsa kerak. Farg'onaning barcha shahar va tumanlarda, mahallalarda tashkil etilgan jamoaviy tomoshalarda minglab yurtdoshlarimiz o'z oila a'zolari, qo'shnilari va do'stlar bilan birga milliy jamoamizni qo'llab-quvvatlashdi. Bu futbol uchrashuvi nafaqat sport, balki yurtni birlashtiruvchi milliy ruh va g'urur ramziga aylandi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.